Qaranglar, Germaniyada yotibdi. Mana besplatniy degan. Kimga kerak bo'lsa olib ketaveradi. Bu sotiladi kerak. Mana o nariyoqlarda ham turibdi. Bular velosipedchilar. Mana hech kimga kerak yo'q mashina mana. Maytda Germaniyada hech kimga kerak emas. Mana besplatniy olib ketaveradi desa ishonmasdim. Mana. Yo'q, bu birov minadigan mashinasi. Mana besplatniy. Yozib qo'ygan. Pul kerak emas. Просто shunday kelib olib ketaverasiz. Mana shu mashinalar. Mashina. Ya bu pullik, bu egasi bor. Mana. Germaniyani qayerdaligini ham bilmayman, shaharda. Bu точно Germaniyadamiz. Puli kerak emas deb qo'ygan. Olib ketaverasiz mana shu BMWni. O'zbekistonda necha pul turgan bo'lardi mana shu. Qaranglar, hech kimga keragi yo'q mashina. Yozib, necha parol u yoq bu yoq. Hoji aka mingan ekan. Yo'qmasa mana doktor mingan ekan. Ishiga borib kelgan xolos. Jinni parollarini ishilib olgan doktor akamiz. Yo'qmasa hoji akamiz. Velosiped kerak bo'lsa, velosiped besplatniy. Olib ketaveradi kimga kerak bo'lsa. Mana audio. Bilmayman, taxminan ham bilmayman O'zbekistonda qancha turishini buni. Bizda ko'p Sergeli bozorda. Qaranglar. Mana turibdi. Hech kimga keragi yo'q. Mana diskasidan bilib olsa bo'ladi. Mashina anchadan beri turibdi. Mana audio 80 bu. Volkswagen Golf. Audio. Nima deyken bu? Nomini bilmayman-u. Nimasi bor? Hatchback deydi.